BYD avtomobillariga qiziqishingiz bormi? Aynan bu video siz uchun. Oxirigacha o'tkazmasdan ko'ring. Narx-navlari bilan bugun BYD Buxorodan tanishtirib o'tamiz. Avtosalonda hozir Yuanap modellarini EV varianti, ya'ni to'liq elektrda yuradigan variantlarda rassrochka bo'lib turish tizimi bor ekan. Aka, qanday bo'lyapti bular? Xo'p, rassrochka tizimi faqat elektrichеский Yuanapda действовать qiladi. Ya'ni tan narxi 266 million 700 bo'lganda boshlang'ich to'lov 60%, ya'ni 160 million so'm to'lov qilsalar, 1 yil mobaynida, ya'ni 12 oyda 8 million 890 ming so'mdan chiqyapti. Mana bu BYD Yuanapni yangi kirib kelgan DMI, ya'ni gibrid varianti. Bularga to'lov qanday bo'ladi? Hozirda bunda to'lov turlari faqat naqd va обычный kredit, ya'ni 29 dan 25.9 ga chiqarib beramiz. Bunda rassrochka to'lovlari yo'q, rassrochka faqat elektrichеский variantda bor. BYD Yuanap narxi 266 million so'mni tashkil qilar ekan. Sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. BYDning qaysi modellariga ishqibosiz? Uzoqlarda kutib qolaman.